Germaniya do'stlar, imkoniyatlar mamlakati. Tasavvur qiling, Germaniyada ishga kirganingiz uchun sizga ish beruvchingiz iPhone 17 Pro Max beradi. Bu ertak emas, bu haqiqat. Hozirgi kunda Germaniyada aholi qariyapti va kadrlar yetishmovchiligi global muammoga aylangan. Shuning uchun ish beruvchilar shunday imtiyozlar taklif qiladi. Qaysidir ish beruvchi sizga iPhone 17 Pro Max berishni taklif qilsa, yana bir ish beruvchi mutaxassisligiga qarab 1000 yevrodan 5000 yevrogacha willkommen geld pul taklif qiladi. Yana bir ish beruvchi esa ko'chib kelish xarajatlaringizni to'liq qoplaydi. Aynan biz Globagate loyihasi ishtirokchilari ish beruvchining ko'chib kelish xarajatlarini qoplash evaziga kelganmiz. Bizga O'zbekistonda nemis tilini bepul o'rganish, Toshkentdagi Goethe institutiga bepul imtihon topshirish, termin bepul olish, barcha hujjatlarni tarjimasi bepul va Germaniyaga uchib kelish aviabiletlar ish beruvchining hisobidan Germaniyaga kelganimizdan keyin esa qo'limizga 400 yevro pul bergan, ya'ni oylik qator yetib olish sirni sizga hech qaysi konsalting yoki agentlik sizga aytmaydi. Bino esa 800 yillik tarixga ega qadimiy qal'a. Siz bu haqida bilarmidingiz? Agar sizga video yoqqan bo'lsa, yoqtirmani bosib qo'yishni unutmang. Badi gapirib yubordim.